O'rtoqlar, hammaga kattakon salom. Bugun sizlar bilan bo'layotgan istoriyalarni, bo'layotgan situatsiyalarni, bo'layotgan mana shu vahimalarni, urushlarni hammasini analiz qilishdan oldin sizlarga bitta narsani eslatib o'tgim keldi. Chunki juda ham ko'pchilik hozirgi paytda bo'ldi, oxir zamon keldi, dunyo tugayapti, 3-jahon urushi boshlanyapti. Bunker qilish kerak, ovqat zapas qilish kerak, elektrichество tam har xil nimalar sotib olish kerak, suv sotib olish kerak va shunga o'xshagan har xil mana bu isterika bilan butun umuman вообще bizlarning odamlar aytmayman, вообще telekomda, mana shu hamma boshqa davlatlarda, Amerikada, har xil shtatlarda, Yevropada vahima qilib, hozirga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Birinchidan, agar Xudo ko'rsatmasin shunaqa situatsiya bo'ladigan bo'lsa, gipotetически agar ядерная война boshlansa, atomli bomba tushsa, aytib o'tgan, hech qaysimiz tirik qolmaymiz. Tirik qolmaymiz. Bunker ichida bo'lgan odam ham qachondir bunkerdan chiqadi-ku, qachondir kislorod tugaydi bunkerda, qachondir ovqat tugaydi, suv tugaydi, каким-то образом o'sha bunkerdan chiqqanida uni nima kutyapti? Birinchi o'rinda juda ham katta izluchение. Chunki bu radioaktivniy materiallar juda ham ko'p ishlatiladi bu bombada и juda ham katta radioaktivniy izluchение bo'ladi. Ya'ni u odamlarni butun umuman вообще o'sha territoriyada bo'lgan odamlar ichki organlari, miyasi, hamma narsasi повреждаться qilib ketadi и agar yashab qolgan taqdirda ham keyinchalik bola ko'rmoqchi bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu mutatsiyalarga olib keladi. Chunki baribir o'sha DNKsigacha ham shu hamma informatsiyani, mana shu radiatsiyani saqlab qoladi. U hech qanaqasiga bu narsadan qutulish iloji yo'q. Ikkinchisi, ядерная zima degan narsa bor. Bu degani o'sha bomba portlagan paytda hamma tuproq, chang, hamma narsa yer yuzidagi mana shu narsalar yerga ko'tarilib, shu quyoshni nimasini, nurini, quyoshdan kelayotgan issiqlikni to'sib qo'yadi. Yoz bo'lsa ham havo harorati juda ham pasayib ketadi. Chunki quyosh hech qanaqasiga yer yuziga o'zini oldingidagi shu reaksiyasini o'tkaza olmaydi. Havo harorati pasayib tushib ketadi и quyosh nuri qolmaydi praktichески. Butun tuman boshlanadi nimada. Bu degani, соответственно, bir necha yilgacha hech narsa o'stirishi ham, hech narsa ekin ekishi ham iloji qolmaydi. Suv radiatsiya bo'ladi, suv. Endi suv bo'lmagandan keyin inson zoti qanaqa yashab ketishi mumkin? To есть, nima demoqchiman, mana bu aytganlarida 40 yil qirg'in bo'lsa, faqat ajali yetgan odam o'ladi. Ajali yetmagan odam o'lmaydi. Holokost bo'lganda ham, har xil birinchi jahon urushi bo'lganda, ikkinchi jahon urushi bo'lganda, har xil boshqa kasalliklar bo'lganda, ispanka degan kasallik bo'lgan, birinchi jahon urushi tugagandan keyin butun hammaga zaражение bu butun planeta bo'yicha tarqab ketgan 100 milliongacha inson o'lgan. Lekin o'sha paytda o'lmay qolganlar ham 100 yoshdan oshib, tam 90 yoshdan oshib, bizdan oldingi pokoleniyaga shu bo'lgan narsalarni edib berib, yetkazib, uzoq umr ko'rib o'lgan odamlar ham bo'lgan o'shalarning ichida. То есть kim ajal etmagan bo'lsa, даже o'sha ispankada ham